Norvegiyada ovqatlanishga ketishgan o'zbek do'koniga, o'zbek oshxonasiga tekinga narsa berishgan ekan, bunaqa o'chirtlar bilan. Mana yana bilet olinar ekan. O'sha o'zir mana o'chirtga turib oldim bilet olganda. Bas o'zir bilet oldi, mana bilet berdi. Bunaqa ovqat ham berdi. Bepul ham tarqashgan ekan. Mana oladi. Salafanga o'zi narsa tashlab ketar ekan, ammo xohlagan kerakligini o'lib ketaverar ekan. O'zir yana aylanib ko'radi, nimadirlar olgani. Bas. Menda hamma narsa topsa bo'lar ekan. Unga bas ovqatlar qo'limga o'zlari tutqazib qo'yishdi. O'zim morojniy ekan. 4 ta berdi. Menga bitta yetadi deb bitta oldim. 4 ta berdi, 3 tasini berib yubordim. U tepada hamma narsa. Tarqasida xullas pul ehtiyojiga yaraydigan hamma narsani bepul berar ekan. Keyin bilsam, ular bu narsalar uysizlarga tarqatiladigan narsa ekan. Bizlar o'zim morojdan hozir shuni oldik. Hozir bashida ovqatim ushlab turuvdim. Pokistonlik, xullas musulmon bitta ayol kishi bor ekan, kelib qo'limga tutadi, salom bilan bir salom narsa berdi. Bir 3 kilo 4 kilocha ketishga mana yerda sag'zi bor ekan. Shikalantilar, musulmonlar o'zi salafanga so'rab o'zi olib kelib berdi. Yo, menga kerak emas, men ketaman, ko'tarib yurmayman, kerak emas desam ham yo'q deb qo'limga salafon olib keldi, salafonim yo'q edi, salafon olib kelib o'zi tutqazib qo'ydi. Hozir ozgina buni yig'ib, kerakligini olib, qaytadan berib yuboramiz. Bular o'zi uysizlarga ekan, men adashib bu safga qo'shilib qolman, tekinga ekan deb qiziqib. Bas adashib qolib, uysizlarga beriladigan narsaga qo'shilib qolib, shu narsani yig'dim. Bundan ham ko'proq narsa olsa bo'ladi, kerak emasligidan olmadim, lekin bitta turk ayol bor ekan, o'zi meni ko'rib, bitta salafonim yo'q, salafonni o'zi olib chiqib berdi. Kechgan, bir salafon. Ishkalan. Kerak emas desam, o'zi tutqazib qo'ydi, o'zi bizga kerakligini olib berib yuboramiz. Xullas, ovqat bilan mana ishkalan topib qoldik, qolganda berib yubordi kartoshkani. Hozir tarqatish to'xtadi, o'zi vaqtida kelgan ekanman. O'zi shu atrofda o'zbek oshxonasi bor edi, o'shaga kesgandim. Yonidan o'tib qolib kiruvdim. Vaqtida kelgan ekanman, rizqim bor ekan, qo'shilib oldim. Hozir endi tugadi. Bu ehson paytda hamma bunaqa paketlab bozorga qolar ekan. Bu yerda kunlik ehtiyojlarga ishlatiladigan deyarli hamma narsa tarqatiladigan. Sag'zi, kartoshka, piyoz, yeydigan ovqatlar meni ham o'zi qo'limga tutqazib qo'ydi. Kerak emas deb o'zi aylanib yuruvdim, nima ekan deb. O'zi adashmasam turk yoki eronlik ayol kishi bor ekan. Uni tomosha qilib turibman, qo'limga narsalar beryapti. Salafan yo'q ekanda ichkariga kirib ketdi-da, kutib tur deb. Ichkariga kirib ketib, salafan olib chiqib 3 ta ishkalan, ishkalan salafanda 5 kilocha, 4 kilochani kartoshkani so'lib, o'zi qo'limga tutqazib qo'ydi, ol deb. Qolgani o'chirt bilan o'lib, anaqa talashib o'libdi. Men qarab tursam, o'zi yana ishkili o'zi tutqazib qo'ydi.